Davom etamiz. Yurtimizda yosh kutubxonachilar Respublika ilmiy-amaliy forumiga start berildi. Mazkur tadbir doirasida innovatsion loyihalar tanlovini o'tkazish ham belgilangan. Yosh kutubxonachi mutaxassislarning kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan forum tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan tashkil etilgan forum joriy yilning 29-31 iyul kunlari bo'lib o'tadi. Uning dastlabki kunida kitobxonlik masalasiga e'tibor qaratildi. Ta'kidlanganidek, bu faqat ma'naviy ma'rifiy yo'nalish bo'libgina qolmay, balki jamiyat taraqqiyoti va davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri. Sohada amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, kitob mutolaasini ommalashtirishga qaratilgan tashabbuslar va yaratilayotgan imkoniyatlar tufayli kitobxonlik tobora umummilliy harakatga aylanmoqda. Bu jarayonda qonunchilik asoslarini takomillashtirish hamda yoshlar o'rtasida mutolaa madaniyatini yuksaltirish masalalari ham anjuman kun tartibidagi asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Kutubxonachilarni bir joyga jamlab, umuman yangi tajriba, kreativ g'oyalar va xalqaro bir mezonlar, sohadagi xalqaro yangiliklarni bir ulashuvchi, beruvchi mana shunaqa forumlar o'z navbatida bugungi kundagi davlat siyosatiga va aynan mamlakatimiz rahbari o'zlari boshchilik qilgan mana shu kitobxonlikni umummilliy harakatga aylantirilish doirasidagi ishlarni bir davomi, mazmuni desak adashmagan bo'lamiz. Umuman olganda ham siyosiy nuqtai nazardan ham bir madaniy nuqtai nazardan mana shunaqa forumlarni bo'lib o'tishi bugungi kundagi mana shu yoshlar o'rtasida, umuman aholimiz o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Forum doirasida taqdimotlar o'tkazilib, unda yosh kutubxonachilar o'z sohasini zamon talablari asosida rivojlantirishga qaratilgan innovatsion g'oya va loyihalarni namoyish etdi. Men forumda yosh kutubxonachi tashabbuskor spiker sifatida ishtirok etyapman va meni loyiham IFLA kutubxona assotsiatsiyalari va muassasalari xalqaro federatsiyasining yoshlarga ajratayotgan grantlari, imkoniyatlari haqida taqdimot qilaman va aynan shu taqdimot yoshlarni bugungi kunda mana shu forum uchun olib kelgan loyihalarni xalqaro darajaga olib chiqishiga bitta zamin yaratadi degan umiddaman. Taqdim etilgan loyihalar va ilgari surilgan tashabbuslar kutubxonachilikni yanada rivojlantirishga qaratilgani bilan muhim. Mutaxassislar fikricha, bunday muloqot maydonlari tajriba almashish bilan birga yangi tashabbuslarni hayotga tatbiq etishga zamin yaratadi.